xayrli ish qilgan bo'lsam ham bayramni nishonlashga loyiq emasman. Menga sovg'a kerak emas. Iloji bo'lsa yaqinlarimga aytgan barcha achchiq so'zlarimni qaytarib olgan bo'lardim. Ularga qattiq tekkan bo'lsa ham, chunki men ularni yaxshi ko'raman. Hatto basni ham. Balki ularni ko'ra olmasman, shunday bo'lsa bitta iltimosim bor. Onamni bir ko'rsam devdim. Birdan bir iltimosim shu. Bilaman, bugun onamni ko'ra olmasligim aniq, lekin menga so'z ber. Bir kun kelib onang bilan uchrashasan deb. Men onamdan albatta kechirim so'rashim kerak. Negaki ularni xafa qilib qo'ydim.